Tarixdagi eng g'alati va noodatiy ixtirolar. 19-asrning oxirlarida boshlangan texnologik yangilanish hamda 20-asrda bunday jarayonning rivoji bir qator noodatiy va g'alati ixtirolarga ham sabab bo'ldi. Video davomida shunday buyumlarni keltiramiz. Sichqonlarni qo'rqitish uskunasi. Bunday uskuna mushuk tovushini chiqarib, sichqonni qo'rqitishga xizmat qiladi. Uni kimgadir foyda keltirgani isbotlanmagan. Avtomobilda kofe qaynatadigan asbob. Avtomobilda bunday qurilmani yaratishga ilk mashina yo'lga chiqqanidan beri harakat qilinadi. G'oya 1950-yillarda ham taklif etilgan bo'lib, hattoki tuxumlarni qaynatish uskunasi va soqol olishga mo'ljallangan asboblar ham bo'lgan. Motorli motosikl. Transport vositalari bilan turli tajribalar o'tkazish ham davom etmoqda. Bunday konstruksiyalar qachonlardir odatiy mototsikllar o'rnini egallashi ham kutilgan. Qimmatbaho maysa bo'lish uskunasi. Yopiq kabina, magnitolali va joystik bilan boshqariluvchi maysa bo'lish uskunasi. Bugun bu haqda faqatgina professional kombaynchi orzu qilishi mumkin. Nur chiqaruvchi g'ildiraklar. Goodyear kompaniyasi 1961-yilda o'zidan nur taratuvchi shinalarni ishlab chiqarish borasida bosh qotirgan. Ular shaffof kauchukdan qilingan bo'lib, ichida g'ildirakni yoritib turuvchi neonli trubkalar o'rnatilgan. Bolalar uchun oyna panjaralar. Emizikli bolalar uchun toza havoning shartligi 1937-yilda quyidagi yo'l bilan hal etilmoqchi bo'lgan. Bu yerga chaqaloqni hech qanday xavotirlarsiz joylashtirish mumkin bo'lib, uning tushib ketmasligi kafolatlangan. Oftobda qorayishga mo'ljallangan mobil qurilmalar. 20-asrning o'rtalarida chiroyli oftobda qorayishga intilish shunchalik kuchli bo'lganki, hattoki ba'zi bir ishlab chiqaruvchilar bunday qurilmalarni savdo markazlari va shahar ko'chalarida o'rnatish niyatida bo'lishgan. Soch to'kilgan joyni sayqallash cho'tkasi. Soch to'kilishi insoniyatning eng jiddiy muammolaridan biri bo'lib, uni chiroyli ko'rinishga keltirish ham. Buning uchun muammoli joyni sayqallashga mo'ljallangan maxsus cho'tkadan foydalaniladi. Suyuq taomni sovutuvchi uskuna. Tijoriy foyda olish maqsadida 1948-yilda suyuq taomni sovutishga mo'ljallangan maxsus uskuna o'ylab topilgan. Bugun bunday buyum savdoga chiqarilganda, uning mobil ilovasi ham albatta bo'lar edi. Yuz uchun teshikli shezlong. Bu ko'proq foyda keltiradigan ixtiro sanalib, o'z vaqtida sevimli kitobdan ko'z uzmay turib oftobda qorayish imkonini yaratgan. Bunday videolarni o'tkazib yubormasligingiz uchun kanalga obuna bo'ling va like bosing.